Assalomu alaykum barchaga. Ajoyib bir o'yin chiqibdi. Qo'llar, barmoqchalar o'yini. Mana shu o'yinni hozir biz ham o'ynab ko'ramiz barmoqchalarimiz bilan. Mana shu o'yinni bosganimizdan so'ng bu o'yin bizani yuzimizni cho'zib qo'yar ekan. Xuddi kulgili holatga solib qo'yadi. Qani bizni yuzimiz qanaqa holatga kelar ekan va qayeridan cho'zib qo'yar ekan. Shuni hozir sizlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Qani ketdi. 1, 2, 3 qani ketdi. Cho'zadi. Wow. To'g'risi men yuzim shunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Juda ham katta cho'zib yuborar ekan. Yuzim xuddi irjayib turganga o'xshab qoldi. Juda ham katta bo'lib ketdi. To'g'risi bu holat juda ham qiziqarli va agar labim mana shunaqa bo'lsa, umuman g'alati bo'lib qolar ekan. Keyingi o'yinga o'tamiz. Qani ketdi. Bunisi esa bizlarning yuzimizni qaritib berar ekan. Ko'ramiz biza necha yoshda va yuzimiz qanday holatga kelib qolishini. 2075-yilda mening yuzim xuddi shu holatga kelar ekan. To'g'risi, qariganimdan keyin mana shu holatda bo'lar ekanman. Men chiroyliroq bo'laman deb o'ylagandim, lekin shunaqa holat chiqarib berdi. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar qariganlarni qanaqa holatda bo'lasizlar? Sinab ko'rishlar mumkin. Men qaraganimda shu holatda bo'lar ekanman. Keyingi o'yinga o'tamiz. Bu o'yinimizda qo'yni yuqoriga chiqarishimiz kerakmi? Shunaqa ekan. Xullas, bo'ri yeb qo'ymaslik kerak ekan. Mana shu o'yinni qilib o'ynab ko'ramiz. Qo'yni joyiga chiqara olamizmi yoki yo'qmi? Devorga chiqarib bo'larmikan? Yo'los, biz yana yetkazib qo'ydik. Bo'ri baribir yeb qo'ydi, chiqarib bo'lmadi. Nima qilsak bo'lar ekan? Birinchi qo'y yurish kerak ekan. Yo'los, yana yetkazdik. Nima qilsak tevaga chiqadi-ya? Sizlar shu o'yinni qanaqa yutgan bo'lardilar? Buni boshqa imkoniyati yo'q. Birinchi baribir qo'yni yurgizish kerak ekan. Qo'y yurmasa, bu bo'ri yurmas ekan. Agar bo'rini yurgizish imkoniyati bo'lganda boshqa joylarga yurgizib yuborgan bo'lardim. Xullas, bu o'yinni men topa olmadim. Agar topsalaring komment